Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Navoiy davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti biologiya kafedrasi o'qituvchisi Dilbar G'iyosovna bo'laman. Bugungi darsimizda odam anatomiyasi va fiziologiyasi fanidan olib boramiz. Bugungi mavzumiz nafas olish sistemasi. Nafas olish sistemasini quyidagi reja asosida tashkillashtirganmiz. Nafas olish organlarining tuzilishi, ikkinchisi nafas olish mexanizmi, uchinchisi nafas olishning boshqarilishi. Bizga ma'lumki, doimo atmosfera havosidan kislorodni yutib, karbonat angidrid gazi chiqaramiz. Nafas olish mexanizmini oladigan bo'lsak, nafas olish jarayonlari quyidagi 3 bosqichdan tashkil topgan. Birinchisi o'pka alveolalar va tashqi muhit o'rtasidagi nafas, ikkinchisi o'pka alveolalar va o'pkaning kapillyar qon tomirlari orasidagi gazlar almashinuvi, uchinchisi esa qon va to'qimalar o'rtasida kislorod hamda karbonat angidrid gazining almashinuvi. Bu ichki nafas bo'ladi. Nafas olish organlariga quyidagi organlarimiz kiradi. Burun bo'shlig'i, xalqum, hiqildoq, traxeya, bronx, o'pkalar hamda plevra pardasi. Birinchi a'zomiz bu burun bo'shlig'i hisoblanadi. Burun bo'shlig'i suyak va tog'ay to'siq bilan chap va o'ng qismga ajralgan bo'lib hisoblanadi. Burun bo'shlig'imizning devorlari juda ko'p shilliq qavat hamda tuklar bilan qoplangan bo'ladi. Aynan shilliq qavat hamda tuklar bir qancha vazifalarni bajaradi. Birinchi vazifasi bu havoni tozalash hisoblanadi. Ya'ni atmosferadan kiradigan changlar, zarralar, mikroblarni mana shu tuklar yordamida tozalanadi va ularning harakatlari yordamida tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Ikkinchi vazifasi bu ilitish vazifasini bajaradi. Ya'ni o'sha devorlarda juda ko'p mayda kapillyar qon tomirlar hisobiga havo ilitib ichki muhitga yuboriladi. Va ulardan ajralib chiqadigan shilliq esa, ya'ni bezlardan ajralib chiqadigan shilliq havoni namlash vazifasini bajaradi va eng asosiy vazifasi bu hid bilish vazifasidir. Ya'ni aynan burun bo'shlig'ining yuqori qismida hid bilish retseptorlari joylashgan va u hid bilish vazifasini bajaradi. Aynan keyingi a'zomiz xalqum hisoblanadi. Xalqum 3 qismdan tashkil topgan, ya'ni burun xalqum, og'iz xalqum hamda pastki xalqumdan tashkil topgan. Burun xalqum va og'iz xalqum nafas olish jarayonida ishtirok etadi. Keyingi a'zomiz hiqildoq hisoblanadi. Hiqildoq bo'yinning oldingi qismida, aynan 4-6 bo'yinning, ya'ni o'sha umurtqalar sohasida til osti suyagini pastrog'ida joylashgan bo'ladi. Hiqildoq devori muskul va bir qancha tog'aylardan tashkil topgan bo'lib hisoblanadi. Yutinish paytida hiqildoq yo'li hiqildoq tog'ayi, ya'ni berkitadi. Ya'ni bunda biz luqma yutgan paytimizda nafas yo'liga o'tib ketmasligi uchun to'siq vazifasini bajaradi. Va yana bir eng asosiy vazifasi ovoz boylamlarini hosil qilish hisoblanadi. Aynan hiqildoqning ichki devorida joylashgan tog'aylar o'rtasida ovoz paylari joylashgan bo'lib hisoblanadi. Paylar orasidagi teshik esa ovoz teshigi deyiladi. Mana bu o'sha ovoz paylar, ya'ni o'sha nafas chiqarilganda ovoz teshiklari o'tadigan havo ovoz paylarini tebratib tovushni hosil qiladi. Bu tovushda, ya'ni o'sha ovozda hosil bo'lishi uchun aynan boylamlarning vazifasi katta hisoblanadi. Ayrim insonlarda jinsga qarab ular kalta yoki uzun bo'ladi. Ayollar yoki bolalarda erkaklarga nisbatan kaltaroq bo'ladi va shu uchun ham uning tembri yuqori, ovozi balandroq bo'ladi. Ushbu slaydga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda ovoz boylamlarining tasviri ko'rsatilgan hisoblanadi. Masalan, gapirmay turgan paytimizda ovoz boylamlari, ya'ni o'sha biroz gapirilmaganda yopiq holatda bo'ladi. Gapirgan paytda ovoz boylamlari uchburchaksimon ko'rinishda ochiq holatda bo'ladi. Pichirlab gapirganimizda esa yarim ochiq holatda bo'ladi. Ovoz boylamlaridan keyingi a'zomiz, ya'ni o'sha hiqildoqdan keyingi a'zomiz bu traxeya hisoblanadi. Traxeya ham ya'ni o'sha yarim aylanasimon tog'ay va muskullardan tashkil topgan bo'lib hisoblanadi. Aynan 16 ta 20 ta yarim aylanasimon tog'aylardan hamda paylardan tashkil topgan bo'lib hisoblanadi. Tog'aylarning, traxeyaning vazifasi o'sha uzun ingichka nayga o'xshagan bo'ladi-da va hiqildoqdan keladigan havo traxeya yo'li orqali bronxlarga va ulardan o'pkalarga qarab boradi. Ya'ni traxeyaning tugaydigan joyi bufferkatsiya deb ataladi. Mana shu bufferkatsiya jarayonidan o'ng va chap bosh bronxlarga bo'linib ketadi. Bronxlar o'zi tarmoqlanib, xuddi daraxt shoxlari kabi tarmoqlanadi va alveolalar bilan tugaydi. Bronxlarning devorlari ham muskul, ya'ni tog'ay muskul qavatlardan
tashkil topgan bo'lib hisoblanadi. Keyingi a'zomiz o'sha bu alveolalar hisoblanadi, ya'ni bronxlar alveolalar bilan tugadi. Alveolalar har ikkala o'pkada juda ko'plab bo'ladi, ya'ni o'sha 750 million tani tashkil qiladi ikkala o'pka. Uning sathi esa 100 metr kvadratni tashkil qiladi. Bunday hajmning yuqorisi nafas olish uchun juda ham, ya'ni o'sha qulay hamda tezroq amalga oshirishini va uni nafas olishda harakatini ta'minlab berib turadi. Alveolalar devori bir qavat epiteliy to'qimasidan tashkil topgan va ko'plab kapillyar qon tomirlar bo'ladi. Mana shu joyda esa gazlar almashinuvi sodir bo'ladi. Keyingi a'zomiz bu o'pka hisoblanadi. Aynan ko'krak qafasida joylashgan bir juft o'pkalarimiz. Ular o'ng va chap bo'limlardan tashkil topgan. O'ng bo'lma qismimiz 3 ta qismdan tashkil topgan, ya'ni yuqorisi, o'rtasi hamda pastki qismlari. Chap bo'lma qismi esa, ya'ni yurakning chap tomonida 2, ya'ni o'sha uning yuqori va pastki qismlaridan tashkil topgan. Ya'ni bular, ya'ni o'sha tashqi tomondan plevra pardalari bilan o'ralgan bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'pkalarimiz, ya'ni o'sha o'ng tomoni chapga nisbatan biroz kattaroq bo'ladi. Chap qismi biroz kichkinaroq bo'lishiga sabab u yerda yurak joylashganligi sababli bo'lib hisoblanadi. O'pkaning o'ng va chap o'pkaning o'rtasida, ya'ni bir qancha a'zolarimiz joylashgan. Bular kekirdak, qizilo'ngach, qon tomirlari, ayrisimon bez, nerv tolalari, nerv tubullar hamda yurak joylashgan. O'pkaning pastki tomonida esa diafragma organlarimizdan, orqa tomondan esa umurtqa pog'onasi, ya'ni o'sha oldingi tomondan tuz suyagi bilan qoplangan va qovurg'alar bilan chegaralangan bo'lib hisoblanadi. Demak, keyingi rejaga o'tadigan bo'lsak, nafas olish mexanizmi. Bu ya'ni o'sha nafas olish va nafas chiqarish inspirator hamda ekspirator bosqichlaridan tashkil topgan. Inspirator bosqichida aynan bizga kerak bo'ladi, inspirator muskullari kerak bo'ladi. Ya'ni inspirator, ya'ni nafas olgan paytimizda aynan bo'yin muskullar, tashqi qovurg'alar aro muskullar hamda diafragmalar qisqarishini hisobida bo'ladi. Ya'ni diafragma o'zi gumbazsimon shaklda bo'ladi, lekin aynan nafas olgan paytimizda ular tekislashadi va pastroqqa yo'naladi. Va shuni hisobidan tashqi qovurg'alarning, bo'yin muskul tashqi qovurg'alarning qisqarishi hisobida o'pkamiz, ya'ni o'sha hajmi kengayadi, qovurg'alar yuqoriga ko'tariladi. Ya'ni bu o'sha minus bosim hisobida bo'ladi. Shuni hisobiga biz o'sha diafragma yutilgan kislorodni surib oladi va organizmga taqsimlash hisobini olib boradi. Lekin o'sha holatda esa aynan nafas olayotgan paytimizda bo'shashadigan muskullar, bular ichki qovurg'alar aro muskullar hamda qorin muskullari hisoblanadi. Bu inspirator bosqichi edi. Ekspirator bosqichi esa nafas chiqarish hisoblanadi. Bunda qisqaradi aynan ichki qovurg'alar aro muskullar hamda qorin muskullar. Ya'ni diafragma endi bunda o'sha gumbazsimondan yuqori qismiga ko'tariladi va shuni hisobida o'pkaning hajmi kichrayib, ya'ni karbonat angidrid gazini yuqoriga chiqarib yuboradi. Shu holatda nafas olishda esa bo'shashadi, ya'ni bo'yin muskullari, tashqi qovurg'alar aro muskullar hamda diafragma bo'shashish holatida bo'ladi. Aynan nafas harakatiga mana bu diafragma muskulimiz juda ham o'zini vazifasini o'taydi. Agar diafragmaga qandaydir shikast yetkazilsa yoki bo'lmasa bir jarohatlansa, aynan nafas harakatlari to'xtaydi va shunda inson nafas olishdan to'xtash mumkin. Demak, bunda o'sha aynan harakatlariga diafragma muskulimiz asosiy o'rinni egallaydi. Inson bir daqiqada 16-18 marta nafas oladi va mana shu nafas olayotgan paytimizda biz tashqi muhitdan 8-9 litrli hajmdagi nafasni qabul qilishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Nafas olish jarayonida, chiqarish jarayonida, ya'ni o'pkaning tiriklik sig'imi bor. Mana shu tiriklik sig'imi spirometr asbobi orqali o'lchanadi. O'pkalarda gazlar almashinuvi. O'pkalarda gazlar almashinuvi, ya'ni o'sha o'pka arteriyasi orqali, ya'ni bizning o'pkamizga venos qon keladi va venos qonda karbonat angidrid gazi juda ko'p bo'ladi va unda bosim yuqori bo'ladi.
Alveolalarda esa kislorod ko'p bo'ladi va o'sha kislorodning bosimi yuqori bo'ladi. Va u yerda kelgan, ya'ni karbonat angidrid alveolalarga o'tadi va alveolalardan kislorodni, ya'ni eritrotsitlarga beradi, butun tanani kislorod bilan ta'minlab beradi. Bu yerda, ya'ni o'pkalarda gazlar almashinuvi albatta diffuziya yo'li bilan amalga oshadi. Atmosfera tarkibidagi havoga keladigan bo'lsak, undan azot 79,3% ni tashkil qiladi, kislorod 20,94% ni tashkil qiladi, karbonat angidrid gazi esa 0,3% ni tashkil qiladi. Lekin biz chiqarayotgan paytimizda havoda bunda gazlar tarkibi ham o'zgaradi. Ya'ni azot shunda 79,7% ni oladi, bunda chiqarayotgan paytimizda ozgina suv bug'lari ham qo'shilib chiqadi. Kislorod 16,3% ni tashkil qilsa, karbonat angidrid gazi esa 4% ni tashkil qiladi. Nafas olishning boshqarilishi. Nafas olishning boshqarilishi ikki xil yo'l bilan boradi, ya'ni nerv hamda gumoral yo'l bilan boradi. Nerv bilan boradigan jarayonda esa bosh miyamizda joylashgan uzunchoq miyaning, ya'ni nafas markazlari yadrolari joylashgan. U yerdan impulslar, ya'ni o'sha impuls orqali o'sha segmentlar, ya'ni orqa miyaning bo'yin hamda ko'krak qismiga boradi. Bo'yin, ya'ni segmenti, ya'ni u yerda o'sha diafragmaning harakatini ta'minlab berib, bo'shashish, qisqarishini olsa, ko'krak segmenti esa aynan tashqi va ichki qovurg'alar aro muskullarni qisqarib bo'shashiga yordam beradi. Bu insonning ixtiyoriga bog'liq emas, ya'ni har 4-5 sekundda uzunchoq miya impulslar orqali segmentlarga berib turadi va biz nafas olish jarayonida mana shu har 4-5 sekundda biz atmosferadan nafas olamiz. Ixtiyoriy holatda ham bor. Bu bosh miya katta yarimshalarning po'stloq qismida joylashgan bo'lib hisoblanadi. Aynan po'stloq qismida biz o'zimiz xohlagan holatda nafas olmay turishimiz ham mumkin. Bu endi insonning o'zining ixtiyoriga bog'liq. Agar organizmda qandaydir karbonat angidrid gazi ya'ni yig'ilib qolib yoki to'planib qolgan bo'lsa, nimadir sharoit bo'lib, unda esa avtomatik ravishda, ya'ni uzunchoq miyani o'zini faoliyatini kuchaytiradi. Shunda bosh miya, ya'ni o'sha po'stloq ostida joylashgan po'stloqda esa, ya'ni tormozlanish yuzaga keladi. Bugungi mavzumizda, demak, xulosa o'rnida mana shu video rolikka o'zim e'tiboringizni qaratishimizni so'raymiz. Bu yerda nafas olish sistemasi ko'rsatilgan. Demak, nafas olish sistemasi aynan burun bo'shlig'imizdan boshlash jarayoni tasvirda ko'rsatilgan. Inson organizmining, ya'ni o'sha nafas olish aynan o'pkalarimiz qovurg'alarda, ya'ni o'sha ko'krak qafasi, qovurg'alar uni o'rab turadi. Uning ostida esa mana bu yerda ko'rib turganingizdek diafragma muskulidan tashkil topgan bo'ladi. Aynan o'pkalarimiz bir juft, ya'ni o'ng bo'lmasi, ya'ni bunda 3 bo'lakka, ya'ni 3 qismdan tashkil topgan. Ko'rib turganingizdek yuqori, o'rta hamda pastki qavatlardan tashkil topgan. Chap qism esa, chap o'pkamiz, ya'ni 2 qismdan, yuqori hamda pastki qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Aynan bular ikkala o'pkaning o'rtasida esa bronxlar joylashgan, traxeya joylashgan. Traxeya aynan yarim aylanasmon tog'aydan iborat bo'lib hisoblanadi. Va o'sha hiqildoq hamda burun bo'shliqlarimiz. Aynan tashqi muhitdan biz o'sha burun bo'shlig'i orqali kislorodni qabul qildik va qabul qilish nafas yo'llari orqali halqum, hiqildoq, traxeya, bronxlar orqali o'pkalarga kirdi. Ya'ni o'sha o'pkaga kirgan bronxlar o'zi tarmoqlanib va o'sha daraxt shoxi kabi tarmoqlandi va alveolalar bilan tugadi. Mana shu alveolalarda endi gazlar almashinuvi sodir bo'ladi. Ya'ni alveolalarimiz juda ko'p mayda kapillyar qon tomirlardan tashkil topgan bo'lib hisoblanadi. Uning ichki devorida, ya'ni kislorod ko'p bo'ladi va o'sha ya'ni kapillyarlarda esa karbonat angidrid gazi. Karbonat angidrid gazi o'z navbatida, ya'ni o'sha kislorod bilan, ya'ni gaz almashinadi, ya'ni diffuziya yo'li bilan amalga oshiradi. Alveolarda joylashgan kislorodimiz esa eritrotsitlarga o'tadi va butun tanani, ya'ni o'sha
kislorod bilan ta'minlab berib turadi. Karbon angidrid gazini o'sha alveolarga o'tgandan keyin yana qaytib o'sha bronx yo'llari, traxeya, xalqum, hiqildoqlar orqali burun bo'shlig'idan tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Ya'ni o'sha atmosferaga qaytib karbon angidrid gazini chiqarib yuboramiz. Aynan bu yerda endi nafas mexanizmi ham inspirator, ekspirator bosqichlari ko'rsatilgan. Ya'ni biz nafas olgan paytimizda ko'krak qafasimiz ko'tarilib, diafragma pastga tushadi. Ekspirator jarayonida esa, ya'ni